Assalomu alaykum, yaxshi do'stlar. Namangandan kelgan kotyolimizni ishga tushirdik. Xudo xolasa Jasur usta bilan xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Oching qani. Mana xudo xolasa ko'mir kotyolimiz yaparik. Hozir yaxtagina 40 gradus ko'rsatib turibdi. Hammaga taklif etamiz. Şimdi kotyollardan 150 kvadratlı kotyol 200'e yetadi ekan havo. İkinci ustamız. Jasur numarini aytib ber. 97 349 41 40. Tamam, xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Kömür ustamak bo'lsa. Issida pivib ichadi ekanlar.